Aynan Qo'qonli mahallasi 20 yildan beri gilam bazasi borligini bilarmidingiz? Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, manzildan boshlaymiz. Manzilimiz Toshloq Sadda tomondan kelib, Varza tomonga Burushlanga, shundoqqina Shapqulda ko'chaning ichida mana Karashning ro'yxati solinadi. Bu tomon Deu svetofordan kelishda, xudo xohlasa hozir narxlari bilan sizlarga to'liq tushuntirib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, do'konimizga kirib oldik. Kirishimizga shunaqangi birinchi metrajli gilamlar joylashgan. Metrajli gilamlarda eng arzoni 43.900 so'mdan boshlanadi. Ya'ni ro'zg'or boblari keyingiz qaranglar, mana Victoria kassadagi metrajlarimiz hozir mijozlarimizga kesib, to'g'rilab beryapmiz. Sifatli bo'ladi, nihoyatda materiallari zo'r, gullarni ham ko'rsalar bo'ladi. Har qaysi etkasidan bor. Uzoq yillar xizmat qilgan gilamlarimizdan gullarni ko'ringlar, nihoyatda chiroyli chiqqan. Bu tomon Victoria kassadagi metrajli gilamlarimiz narxlari ham 91.500 so'mdan bo'ladi. 2 kvadrat metr 91.500 so'm. Bu degani bozorlarda 130 minggacha sotiladigan metrajli gilam bitta gilamga 600 ming 700 minggacha. Bu bazamizdan farq qiladi. Xudo xolasa kelasizlar, bemalol shunaqangi keng assortimentdagi metrajli gilam deysizlarmi, tayyor gilam deysizlarmi, daroshka deysizlarmi, hammasini adolatli korxona haqida olasizlar. Xo'p, bizni Fargizda Farg'ona bo'yicha hozir 9 ga yaqin filiallari bor. Bularda hammasi korxonamiz belgilab bergan adolatli narxlarda savdo qilinadi. Bu degani sotuvchilar yoki hech kim ustiga foyda qo'ya olmaydi. Bu degani aldanib olmaysizlar. Xudo xolasa narxlari ham bexijolat bo'ladi. Ana 129.200 so'mdan bo'lgan Peru kassadagi ustilari yumshoq to'qilgan polipropilitli 8 xil rangdan ishtirok etgan gilamlarimiz bo'ladi. Qaranglar. Nihoyatda gullari ham, materiali ham chiroyli bo'ladi. Bemalol kelinglar, razmerlaring bo'yicha, uylaring bo'yicha, Farg'ona bo'yicha uylarni o'lchab kelishdan boshlab yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlar mutlaqo bepul, professional tarzda chiroyli amalga oshiriladi. Mana bu tomonda tafting poloslarimiz joylashgan. Tafting poloslarimiz ham 43.900 so'mdan. Mana shu ko'rib turgan tafting poloslarning hammasi 43.900 so'mdan bo'ladi. Mana bu tomonda ham har xil setkalari bor. Eni 3 metr, 3,5 metr, 4 metr bo'ladi. Metrajli gilamlar ham eni 3 metrdan 5 metrligacha. Bundan tashqari sochiqli gilamlarimiz mana endi 3 metrlik tafting poloslarimiz ko'ringlar. Gullar har xilidan bo'ladi. Hammasi 43.900 so'mdan. Mana bu tomondagi taftinglarimiz ham hammasi 43.900 so'mdan bo'ladi. Xudo xolasa narx bo'yicha, sifat bo'yicha eng bexijolat narxlarda bo'ladi. Solishtirib ko'rib, bemalol bizning arzonligini amin bo'lib kelishlari mumkin. Mana bu tomonda o'rta kassadan boshlanib, eng qalinlarigacha bo'lgan tayyor gatoy gilamlarimiz. Razmeri kichkinasi 1 ga 2 razmerdan tortib 5 ga 6, 5 ga 8 razmergacha bo'ladi. Bu tomonda metrajli gilamlarimiz eng premium kategoridagilari, ya'ni Samarqand 830 ishlab chiqargan eng qalinlari ham bor. Bu qalin bo'ldi degani narx qimmat bo'ldi degani emas, narxlar ancha arzon bo'ladi. Mana bu tomonda daroshkalarimiz ham endi 80 santimetrlikdan tortib endi 2,5 metrligacha har xil ko'rinishda bo'ladi. Bu gilamlarni ham qaranglar. Bular hammasi 3 ga 4 razmerda ilib qo'ygan gilamlarimiz 3 ga 4 razmerda bo'ladi. Xudo xolasa buni hamma razmerlari bo'ladi. Sizlarga uylarga tushgani bo'ladi. Agar YouTubedan kuzatib keladigan bo'lsalaring, narxini yana ham sizlarga arzon qilib chegirma qilib berishadi hamma do'konlarimizda, xudo xolasa, lekin bu bazamiz o'tib berishning imkoni yo'q, sababi beto'z baza narxi belgilangan. Mana bu gilamimizni ham ko'ringlar, nihoyatda shohona, eng chiroyli gilamimiz bo'ladi. Peru kassadagi razmeri hozir 3,5 ga 6, buni ham hamma razmerlari bor. Materiallari ham nihoyatda qalin to'qilgan. Mana shuni hozir sizlarga hisoblab beramiz. 3,5 ga 6si 2.630 ming so'mga tushadi. Bunaqa narxlar hech qayerda yo'q. Bemalol kelib solishtirib ko'rib olishlari mumkin bo'ladi. Bu tomonda metrajli gilamlarni ko'rsataylik. Keyingi gilamimiz Yuzanti kassadagi Samarqand 830 ishlab chiqargan eng trend bo'layotgan gilamlarimiz. Yon tomonda poppilari, ko'jalari bo'ladi. Xudo xolasa shunaqangi sifatli gilamlar yoki tafting poloslar, metrajli gilam nimaga kerak bo'lgan bo'lsa, Farg'ona territoriyasi bo'yicha Fargizda barcha do'konlarga murojaat qilinglar. Pastda raqamlarimizni ham qoldirib qo'yganmiz. Telefon qilsalaring to'liqroq ma'lumot beriladi. Xudo xolasa narx bo'yicha, sifat bo'yicha aldanib olmaysizlar. Barchalarni do'konlarimizda kutib qolamiz. Biz kuzatishda davom etib, bitta videoga like bosib qo'yasizlar. Hammaga katta rahmat.